Havuzda qaranglar. Qarasa qara. Nosni ichinde Hech qilmaganlarmi? bir boshqa bir Giyohvandlik insonni qorong'u tubsizlik tomon, uni boshi ber ko'chaga eltuvchi zararli illatdir. Bu kabi so'zlar takror aytilsa-da, hali hamon ayrim shaxslarning ushbu moddalarning oldi-sotisi bilan shug'ullanishi uchrab turibdi, afsuski. Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi, Davlat xavfsizlik xizmati, shuningdek, Qo'ng'irot tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari ishtirokida Beruniy tumanida tezkor tadbir o'tkazildi. 1979-yilda tug'ilgan fuqaroda tumanda joylashgan kafe oldida shaxsiy tintuv o'tkazildi. Tekshiruv davomida mazkur shaxsning kiyib yurgan kurtkasidan topilgan paketlarning ikkitasida har birida bir donadan jami 2 dona oq rangli selofan paketga o'ralgan sarg'ish rangli kukunsimon, o'tkir hidli, jami 1,5 gram geroin giyohvandlik vositalari bor ekanligi aniqlandi. Ushbu holat yuzasidan tezkor surishtiruv ishlari natijasida mazkur fuqaro geroin giyohvandlik vositasi otasiga tegishli ekanligini ma'lum qilgan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan.